Assalamu alaykum suyumli do'stlar. Mushu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Tunda huzuringizga Ahmad Aminning Ona tilim nomli nasrni sunamiz. Yoqtirib anglaysizlar. Ona tilim. Ey ona tilim, onamning tili. Ey ona tilim, ey onam bergan til. Men seni onamdek azizlayman. Seni anglasam onamning o'tliq yuraq xitobini anglagandek bo'laman. Seni so'zlasam shu xitobga javob sadoyimni yangratgandek bo'laman. Onam menga tunji qatim balam bag'rim deganida sen bilan dal mush Uyg'ur tili bilan so'zlagan. Menmu tunji qatim onam deganimda sen bilan mushu tavarruk til bilan so'zlagan. Ona tilim, sening har bir tovushingda onamning yiqilmiq tiniqlari bor. Sening har bir urug'ingda onamning nafis nasiyotining urg'ishlari bor. Sening har bir yangrishingda onamning g'ururi bor, iftixori bor. Men sen orqali onamning kashmishlarini o'qigan. Sen orqali ajdodlarimning kimligini o'qigan. Sen orqali ona vatanning nimaligini o'qigan. Shundoq. Sen orqali mening uqqan bilganlarim nihoyatda jiq. Sen orqali O'rxun vodisidagi mangu toshlarning sirini uqdim. Ajdodlarimning gullanish va xaroblanish tarixi ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Uningdagi g'oliblikqa bo'lgan madiha ko'nglimni yayratdi. Mag'lubiyatga o'qilgan marsiya yuragimni qaqshatdi. Sen orqali O'g'iz nomini, mashhur qahramonlik dostonini o'qidim. O'g'iz Xoqonning otlan deb nazar tortishlari yuragimni larziga soldi. Jang tulparlarining tashqi tangan tuyoqlaridan chachirgan ushqunlari ko'zimni chaqnatdi. Sen orqali oltin yorug'ning nimaligini o'qidim. Behish baxliq tilshunoslarimizning tavg'ash tilidan o'rgan Budda hikoyalarini. U hikoyalar meni go'zal bir afsona dunyosiga boshlab kirdi. Bugungi Idiqut xarobasiga qarab o'tmishdagi ajoyib bir saltanatni ko'z oldimga keltirdim. Sen orqali ikki tiginning hikoyasini, Chashtoni Ilikbagining hikoyasini qalb sahifamga naqshlandi. Men ularning onam aytib bergan cho'chaklardek zuq ishtiyoq bilan angladim. Sen orqali Maytri Samitdan qadimki bir daromon ko'rish baxtiga muyassar bo'ldim. Maytridan Masihgacha, Masihdan Imom Mahdi oxir zamonigacha bo'lgan bog'lanish meni cho'nqur o'yga soldi. Sen orqali turk tillar divonini o'qidim. Qutat Xublihni o'qidim. Qadimki she'r dostonlarni o'qidim. Nurg'un bebaho ilmiy haqiqatlarni o'qidim. Sen orqali 12 muqomni angladim. Sen orqali 12 muqomni to'g'ladim. Köy muqam dengizidagi hikmat duharlari sen orqali, faqat sen orqali o'z qimmatini, karomatini namoyon qildi. Shundoq ona tilim, farosatlik, botur, emgakchan millatimning tili. Sen menga nurg'un narsalarni bildirding. Sen menga nurg'un hikmatlarni so'ndirding. Sensiz men mavjudiyatimni tasavvur qila olmayman. Sensiz madaniyatimni tasavvur qila olmayman. Ey ona tilim, onalarim so'zlagan tilim, otalarim so'zlagan til, qon qarindoshlarim so'zlagan til. Sen bolalarimning tili, sen hammamizning tili. Hammamizning tili sen bilan, faqat sen bilan chiqqan. Otamning qora bolam deganlardan men xuddi tarafni farq qilgan kompasga erishiman. Onamning o'yla bolam deganlardan men xuddi qorong'ulikni yo'ritadigan mashalga erishiman. Jononimning beqing jinim deyishlaridan men go'yo chanqigan yurakni sug'uradigan buloqqa erishiman. Bolamning mana dada deyishlaridan men go'yo meni ko'kka o'rlatadigan qanotga erishiman. Her cümlangda bir hikmet, her cümlangda zo'r qimmat, her cümlenki bir san'at, her cümlenki zo'r rag'bat. Shunda sen men uchun quvvat, sen men uchun qudrat. Sen men uchun so'lat, sen men uchun davlat. Uyg'urimning o'zgachiligi dunyoda sen bilan namoyon bo'lib turadi.
Sen goya insaniyet tildığınızga koyulgan bir derya. İnsaniyet denizinin şavqonlarda senin pichirlaşların bar ana tilim. Cahan Gülistanıda tömenmen kuş nava kılıdı. Sen mi onu da özgüç sayravatkan bir kuş. Senin sayrışыңdan başkalarımız zevk ve behre alıdı. İnsaniyet senfonisi bütkül insanın iştirak kılışı bilen mükemmellikке erişken. Onun da senin özgüç yangraydıgan küyün ba. Ana tilim, sen bir gül. Her xil tilni her xil gülge oxşatqanga oxşaş, men seni bir gülge oxşatıman. Gülzar bir xil gül bilen rangdarlıqqa ega bolalmaydı. Cahan gülzarının rangdarlıqida senin bir ülüş cilvang var. Ana tilim, anam bergen til. Men seni anamni qadirligandek qadirlayman. Anamni qadirliginim, onalarni qadirliginim. Hamma insonning onalarini qadirliginim. Aşu analarni ulug'layotganmi? Mening tilim, mening mushu Uyg'ur tilim. Bu nasrni huzurunlaga Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabi o'qituvchilari tayyorladi. Kelarki sondagi isil mazmunlar sizlarni kutmoqda. Xayr, xo'sh, omon bo'lg'aysizlar.